Bugun biz keng polosali akustikaning draw liniyasini ko'rib chiqamiz. Siz ajoyibsiz va biz bu taqdir bilan birgamiz. Darhol aytib o'tay, bu liniya yangi emas. Biz uni allaqachon 1 yil davomida ishlab chiqaramiz. Va bu vaqt ichida bizda uning haqida ajoyib fikrlar to'plandi, chunki u katta tirajda sotilgan. Endi esa keling, to'plamimizda nimalar borligini ko'raylik. Kafolat etalon. Foydalanish qo'llanmasi. Shuningdek, bizda bunday ko'rsatmalarga ega hisob bor. Unga qarab, telefoningizda ko'rsatmalarga otishingiz mumkin. Va markali havo spreyi draw. Siz akustikamizning turli o'lchamda ekanligini va har xil o'lchamlar mavjudligini e'tiborga olishingiz mumkin. 8 tasvirlar, 6, 5 tort va shoh Twitter. Endi dinamikning konstruktiv xususiyatlari haqida gaplashamiz. Diffuzor materiali preslangan sellyulozadan tayyorlanadi. Bizning suspenziyamiz mato bitta to'lqinli. Lekin e'tibor bering, oval va 8liklarda osma 3 to'lqinli. Bu katta nazorat uchun kerak, harakat. Boshqacha aytganda, siz ularni tokib yuborganingizda ichida yetarlicha kuch bo'lishi kerak. Diffuzorlar shunchaki chiqib ketmasligi uchun. Shuningdek, dizaynga e'tibor bering. Bizning dizaynerlarimiz bu yerda juda ko'p mehnat qildilar. Qora matli ranglar, kulrang matli ranglar va oq yozuvning uzunligi. Meningcha juda zamonaviy ko'rinadi. Xo'sh, qachon qutini ochib, ko'rinishi chiroyli dinamikni ko'rsangiz, kayfiyatingiz ham ko'tariladi. Shuningdek, dinamikda yetarlicha rivojlangan magnit tizimi mavjud. Bu esa yetarli kuchni qayta ishlashga imkon beradi. Va yuqori haroratli bobinasi toza misdan tayyorlangan va issiqlikni bir xil taqsimlashga imkon beradi. Endi dinamikning xususiyatlari haqida gaplashamiz, chunki siz, xo'sh, bu sherik bozorga shunday keltirilgan deb aytasiz. Farqi nimada? Endi men sizga hamma narsani aytib beraman. Raqobatchilardan asosiy farqi shundaki, bizning dinamiklarimiz 3 oqim qarshilikka ega. Ya'ni hatto standart boshqaruvdan ham ularga ko'proq kuch berishingiz mumkin. Va 96 tip sezgirlikka ega. Bu esa kichik kuchdan ham yuqori ovoz balandligini ta'minlaydi. Endi men tinglashga otishni taklif qilaman. Haqida gaplashdik. Buton. Tinch qilib qiling. Bu siyosiy masala. Deyarli sport, nega to'liq sport haqida gapiryapsan? Ovozga kelsak, bizda juda qalin mikbas, yaxshi zarba bilan, yuqori chastotalar bilan aniq ifodalangan o'rtacha ovoz paydo bo'ldi. Umuman olganda, akustika juda va juda muvozanatli. Ushbu akustika standartini almashtirish uchun juda mos keladi. Pichaytirgisiz ham. Siz ovoz balandligi, ovoz sifatida va muvozanatda ajoyib o'sishni olasiz. Siz bilan Pavel edi, Tu kompaniyasi. Bizning jamoamizga, ijtimoiy tarmog'imizga obuna bo'ling. Bu videoni ko'rayotgan joyda yoqtirish tugmasini bosing, izohlar yozing. Hammaga xayr.